Xorazmga borib kelguningizcha ancha gayiga tushgandirsizda, sizni haydashingizni ham bilaman. Yo'q o'g'lim, avvalambor assalomu alaykum. Borganda ham, qaytganda ham xudo xolasa yaxshi keldi, kameraga, radarga tushmadi. Tak yomon emas, zo'r xudo xolasa. Bunisi ham mayli, siz kelguningizcha 12 ball sistemani yo'lga qo'yib qo'yishibdi, nima deysiz shunga? O'sha narsani kimlardir gapira olmay turibdi, lekin menimcha men lekin gapiraman bu narsani. Men qo'rqmayman. No fakt to'g'risida bitta narsani aytaman, borganda ham, kelganda ham ko'rdim, noqonuniy radarlarni ko'rdim, yo'lni holatini ko'rdim, nezakonniy turgan o'sha anti radarlarni ham ko'rdim, stalbaga ilinganlarni, lekin qonunda unaqa ko'rsatilmagan-ku. Haligacha 12 ball sistema joriy qilishdan oldin yo'llar ta'mirlanmagan. Polasa liniyalar yo'q. Bu narsani joriy qilishdan oldin yo'llarni ta'mirlab keyin bizdan so'rashinglar mumkin edi. Mana 12 ball sistemasi yo'l ta'mirlangan deb. Afsuski, yo'llar ta'mirlanmagan. Men shaxsan aytaman, bu 12 ball sistemaga qarshiman, kategorически. Как квартал de trend asossiz sifat usta bo'lib turib, men bitta narsani ko'rdim, mashinalarni yamalaga tushayotganini ko'rdim, yo'llar holatini ko'rdim. Shularni kelib men fakt bilan keltirib aytishim mumkin. Men 12 ballga qarshiman. Iloji boricha bu qonunni qaytadan ko'rib chiqishinglarni so'rayman. Shu